Tilda fikrda ishda birlik shiori ostida xalqimizga ma'rifat ulashayotgan Jadid gazetasining navbatdagi soni chop etildi. Unda e'lon qilingan maqolalarning ba'zilarini sharhlab o'tsak, bugun ham oramizda millat bolalarini o'qitmak kabi ezgu ishga umrini bag'ishlagan fidoyi ustozlar, Jadid bobolarning munosib izdoshlari talagina. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti akademik litsey direktori professor Ortiqboy Eshonqulov ana shunday salohiyatli olimlardan. U yoshlarning iste'dodini shakllantirish va ro'yobga chiqarish borasida o'z maktabini yaratgan mohir pedagog. U rahbarlik qilayotgan litsey o'quvchilari respublikamiz ta'lim tizimi tarixida ilk bor kimyo va biologiyadan xalqaro fan olimpiadalarida oltin medalni qo'lga kiritgan. Gazetada Ortiqboy aka bilan suhbat berilgan. 2013-yili Moskvada bo'lib o'tgan kimyo fandan jahon olimpiadasiga yo'llanmani qo'lga kiritdik. O'zbekistondan 4 nafar ishtirokchi qatnashdi. Shularning ichida bizning o'quvchimiz Bekzod Boltayev tariximizda ilk marta kimyo fandan oltin medalga sazovor bo'ldi. O'shanda Xalqaro olimpiya qo'mitasi raisi Buyuk Britaniyalik Peter Wouters jamoamizni qutlarkan, birinchi urinishdayoq oltin medalga ega chiqish olimpiada tarixida kuzatilmagan holat deya e'tirof etgandi. 45 yildan buyon qatnashib, bitta oltin ololmagan mamlakatlar ham bor ekan. Biz esa uddaladik. Har bir mamlakat taraqqiyot ko'lami turli sohalarda olib borilayotgan izchil siyosat, jumladan ta'lim tizimining naqadar munosib tashkil etilgani bilan ham o'lchanadi. Jahonning yetakchi davlatlaridan biri sanalgan Niderlandiya qirolligida yo'lga qo'yilgan ushbu tizimning o'ziga xosligi, tajribasi, uslub yo'rig'i haqida Baxt ilmdan tug'iladi nomli maqolada batafsil ma'lumot beriladi. Maktablarning aksariyati davlat tomonidan moliyalashtirilishi va o'qish majburiy ekanligi bois o'quvchi uzrli sababsiz hatto bir kun maktabga kelmasa ham ota-onalar jiddiy jarimaga tortilishlari mumkin. Boshlang'ich maktabni bitirish arafasida o'quvchilar avvalgi yillardagi o'zlashtirishi va davomatni natijalariga asoslangan tavsiya yo'llanma olishadi. Yashil iqtisodiyot degani bu faqat daraxt ekish yoki chiqindini qayta ishlash emas. Bu eng avvalo resurslarni tejash, ekologik toza texnologiyalardan foydalanish va iqtisodiy yutuqlarni tabiatga zarar yetkazmagan holda qo'lga kiritish demakdir. Biroq afsuski, bu tushuncha hanuzgacha ko'pchilik ongida chuqur joy olganicha yo'q. Meniki, seniki, uniki emas, barchamizniki sarlavhasi bilan chop etilgan maqola shu mulohazalar bilan boshlanadi. Muallif o'zining keskin fikrlari, mushohadalari, keltirgan statistik ma'lumotlari bilan o'quvchini bir muddat o'ylashga undaydi. Har bir insonning tabiatga nisbatan ehtiyotsizligi, arzimasdek tuyulgan beparvoligi jamlanib, ulkan salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Biz o'z xudbinligimiz, tanballigimiz, kalta fahmligimiz, farosatsizligimizni oqlaydigan turli tuman ro'kachlar o'ylab topishga ustamiz. Hashar kunlari ko'chamizdagi ariqcha chetiga qadalgan ko'chatga bir qultum suv quyishga yaramay, vaqtimiz tig'iz ekanini pesh qilamiz. Shu kabi tahliliy maqolalarni nashrning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy kanallardan onlayn o'qishingiz mumkin.